Amerikaga joylashgan Uyg'ur Project fondi tashkillagan Davr va biz Istanbulda 20 leksiya 2023 temalik faoliyat 23 va 24 sentabr kunlari Istanbul Sabahattin Zaim Universitetida o'tkazildi. Mazkur yig'inni uyushtirgan Amerika Alam qatnash idorasi NASA'ning injeneri, Uyg'ur Project fondining raisi Dr. Erkin Sidiq apandi yig'in etish fikrining o'tirg'i chiqish jarayoni to'g'risida ma'lumot berib mundaq dedi. Xitoy Kompartiyasi hokimiyati berayotgan irqiy qirg'inchilikning kuchayishiga ergishib, Uyg'urlarning hammasi og'ir ruhiy azobga duch keldi. Bir qism kishilar tushkunlashishga boshladi. Chet eldagi Uyg'ur xalqi bundan keyin qanday yashashni bilmay qoldi. O'shundaq bir paytda chet elda yashayotgan Uyg'ur ziyolilarining rolini joriy qildirib, xalqni to'g'ri yo'lga yetaklash, ularni hozir zarur bo'lgan bilimlar bilan ta'minlash maqsadi bilan bundaq bir faoliyatni uyushtirgan edik. Biz bu maqsad bilan Uyg'urlar hozir do'char bo'layotgan krizislar nima? Bu masala va krizislarning kelib chiqish manbasi nima? Ularni hal qilishning chora-tadbirlari nima degan savollarni tayyorlab, Uyg'ur ziyolilariga avatib bergan edik. Bu chaqiriqqa ovoz qo'shib, 45 ziyoli 50 parcha maqolaning qisqacha mazmunini yo'llab berdi. Uningdan 37 nafar ziyolining 44 parcha maqolasi rasmiy tanlandi. Biz bu maqolalarni yig'ib, maqolalar to'plam qilib nashr qildirdik. Bu 550 betlik kitap vujudga chiqdi. Bu kitapni yig'inga ishtirok qilganlarga haqsiz tarqatib berdik. 2023 yil 29 sentabr Sharq Turkistondagi Xitoy ishg'oliyatining 74 yillik munosabati bilan Istanbulda biz Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik haqida so'zlayotimiz temasida rasm ko'rgazmasi va tashviqot faoliyati o'tkazildi. Egilanishicha, Turkiyada turishliq Sharq Turkiston tashkilotlar birligi har xil fidoyilar va ommaviy tashkilotlar bilan hamkorlashib, 29 sentabr Istanbulda biz Sharq Turkiston irqiy qirg'inchilik haqida so'zlayotimiz bosh tema qilingan rasm ko'rgazmasi va tashviqot faoliyati o'tkazilgan. Xitoyning Xongjuda o'tkazayotgan Osiyo tanharkat musobaqasiga qatnashish uchun tizimlangan 3 nafar hindistonlik chamboqchilik mahorati tanharkatchisining Xitoyga kirishi rad qilingan. Bu voqea Hindiston hukumatining kuchli noroziligini qo'zg'agan. Al Jazeera to'rining bu vaqtda bergan xabarda bildirishicha, bu 3 tanharkatchi Hindistonning Arunachal Pradesh o'lkasidan bo'lib, bu rayon Himolaya tog'ining shimoliga tutishi degan. Xitoy uzundan beri bu yerni Xitoyning zamini deb da'vo qilib, Hindistonning zamin talabini rad qilib kelgan. Garchi Xongju Osiyo tanharkat musobaqasini tashkillash komiteti 3 ayol tanharkatchining Xitoyga kirish vizasini tasdiqlagan bo'lsa-mu, biroq bu tanharkatchilar tasdiqlangan tizimlash kartasini to'rdan tushiramagan. Xitoy 10 yil ilgari Xi Jinping o'ttirg'a qo'ygan insoniyat o'rtaq gavdasi tasavvurini qayta e'lon qildi. Hujjatda Xitoyning bu tasavvurga qarab tirishayotganligi va texnik ko'p davlatning qatnashayotganligi ta'kidlandi. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Beijingda o'tkazilgan muxbirlarning kutilish yig'inida mundaq dedi. Bu hujjat Xitoyning cho'ng davlat diplomatiyasini belgilaydigan g'oyalarni oshkorlaydi. Amerika hukumati Samsung elektron shirkati qatorliq Koreyaning o'zak ishlab chiqarish korxonalarini, Amerika o'zak uskunalarini Xitoyga olib kirishda ijozatnoma olishdan kechirim qilgan. Yonhap xabar agentligining ismini oshkorlashni xohlamagan manbalarga asoslangan xabariga qaraganda, Amerika Savdo ministrligi koreyalik o'zak ishlab chiqaruvchilar bilan Xitoyda qaysi uskunlarni ishlatishga bo'ladiganligi to'g'risidagi tafsilotlarni muzokara qilgan va Amerikaning bu haqda munosabatli bayonotlarni beradiganligini bildirgan. Xitoy O'rta Osiyodagi davlatlarda ta'sir kuchini oshirish uchun bir qator harakatlarni qilmoqda. Yakshanba kuni Xitoyning Qirg'iziston Jiddiy ishlar ministrligiga e'lon qilgan ishga yurish ko'chma doktorxonaning moliya yetkazish murosimi Bishkekda o'tkazilgan. Murosimga Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Xitoyning Qirg'izistonda turishliq bosh elchisi Dudiyev qatnashgan.